Hammaga assalomu alaykum aziz obunachalarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga Haval narxlar bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Xo'p, bugungi videoroligimizda Haval Julion, Haval Dargo, Haval H6, M6 har xil Haval avtomobillaridan bo'ladi. Narx-navosi, avtokreditga chiqadimi yo'qmi, boshiga qancha to'lash kerak, to'liq videoni aytib o'tganman. Videoga like bosib qo'yinglar, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz unda videoni boshladik do'stlar. Xo'p, mana aziz obunachalarim, bismillahirrohmanirrohim deb sizlar uchun videorolikni boshladik. Bugun bizga sotuv menejer G'anishar akamiz yordam beradilar, narx-navolarni aytib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'r aka, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Haval narxlarda nima yangiliklar aka? Narxlar ko'tarildimi yoki tushdimi? Narxlarimiz tushdi hozirgi kunda aka. Talab muvofiqlarga ko'ra ko'p klientlarimiz narxlar sal qimmatroq deganiga kelishtiribroq, yaxshiroq variantlarda qilib berishyapti aka. Ko'rib turganingiz Julion modeli aka. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Buni birinchi pozitsiyani siz bosh to'lov 30% to'lab olib ketsangiz bo'ladi. Do'stlar, bugun sizlarga Julion, Haval H9, M6 modellarini ko'rsatib o'tamiz. Avtosalonimizda bor modellarni. Manzilimiz Samarqand shahar, Yangi Ariq, Yangi Zapchast bozorida joylashgan. Haval Adem Aster Samarqand Yangi Ariqqa sizlarni kutib qolamiz. Birinchi do'stlar Juliondan boshlasak, bu ikkinchi pozitsiya dedi G'anishar akamiz. Shunaqami aka? Ikkinchi pozitsiyasi xuddi shunday aka. Prestige komplektatsiya. 1.5 turbina motor, o'rtacha rasxodi 8 litr, dальний trassaga 6 litrgacha qisqaradi aka. Xo'p, Havalda qancha garantiya berilyapti aka? Garantiya kuzovlariga, elektrojihoz motorlariga 150 ming probeg yoki 5 yil garantiya berilyapti. Bu gap yo'q, 150 ming kilometr yoki 5 yil garantiya, LED lampochkalar bilan jihozlangan. Har bittasi alohida vazifani bajaradi. Undan tashqari kunduzgi o'rtuvchi chiroqlari ham yangicha restyling bo'lib chiqqan varianti. Endi ancha bo'ldi restylingga, lekin baribir aytib o'tish kerak. Qaranglar, reshotkaning orqasiga setka mavjud. Radiatorda tosh kirib teshmasligi uchun qulayliklar yaratilgan. 1.5 turbina varianti. Boshiga atika 30% to'lab xarid qilsalaringiz bo'ladi. Где-то 56 million, 58 atrofida bo'ladi. 56 millionning atrofida ham chiqarib ketsalar bo'ladi aka. 56 million to'lab xarid qilsalaringiz bo'lar ekan. Rasvetkalari hozir avtosalonimizda qora va kulrang ranglari bor ekan. Luklari mavjudmi buni aka? Luklari panorama tomlari mavjud aka. Prestige komplektatsiyada va shuningdek 360 gradus kamerasi ham bor. Narxi qancha o'zi aka? Narxi 309 million 900 ming so'm. 309 million 900 ming so'm. Xo'p, Kumho Solus balonlar bilan jihozlangan mana. Bu tarafdan o'tsangiz, salonlarni ham tushuntirib o'tsak, bakoylarida mana 360 gradus kamerani bir qismi mavjud ekan. Holatlari rangchasi chiroyli ekan, do'stlar. Nima deysizlar? Kommentariya fikrlaringizni yozinglar. Rangi qora va oranjiy rang bilan, pastda oranjiy rang ekan. Mana bu yerlari ham dizaynlari, svetofotlari mavjud. Xo'p, aka, ma'lumotlarni aytib o'tsangiz. Ma'lumotlar keladigan bo'lsak, ixchamgina rul kutib oladi salonga o'tirganingizdagi. Shuningdek, qish kuniga o'zimizga rul obogreflari bor, qo'lingiz issiqqina ketish uchun. Naturalniy kojadan ishlangan ruli. Tog'ga chiqishga, biron joyga yurishga, misol uchun sportivniy manevr qilishga ham lipistoklari mavjud. Udobni. Mexanikaga olib, skorost qo'shib ketsangiz ham bo'ladi. Skorost tashlasangiz ham bo'ladi. Udobni 360 gradus kamerasini qo'shishi, ya'ni ko'p shofyorlar o'ng tomondan baribir nima edi? Taxmin olib haydaydilar. O'sha tomonga 360 gradus kameramiz ancha qulay bo'ladi aka. Bosib o'ng tomondan oldinda nima bor, nima kutyapti, ko'rib haydasizlar bo'ladi. Shuningdek, yana udobni besprovодный zaryadkamiz ham mavjud. Besprovодный zaryadka. Besprovодный zaryadkasi bor. Nimalari, bosqichlari avtomat korobka va yangicha rejimda ekan, paranedalari. Xuddi shunday aka. Juda shaybali qilingan, mana qaranglar do'stlar. Yangicha stil, hozir barcha yangi 25 chiqqan inomarkalarda mana shunaqa shayba bilan jihozlangan. Mana bu Haval Julionimiz ham xuddi shunday ekan. Bundan tashqari zavodskoy monitorlariga baho beringlar. Eng ichkagina mana zavodskoy hali salafanlarda turibdi. Torpeda holati mana kojinli ekan, tikilgan, ko'rib turibsizlar. Airbaglar mavjud. Bundan tashqari mana bu yerda Aquaprintda ichida bu sveta idioti bor, ha? Xuddi shunday aka. 64 xil rangda yonadi yana plus. Tablo holati, elektronniy tablo. Multimedia rullari, lipistoklari, bu taraflarida dvorniklarni boshqarsa bo'ladi. Mana o'sha aytib o'tgan panorama lukimiz
mana bu yerdan boshqarinadi. Undan tashqari ochki uchun maxsus joylari ham mavjud. Yaxshi. 309 million dedingiz-a? 309 million 900 ming so'm aka. 310 million 310 ekan. million. Ya'ni bu eng full pozitsiyasi, ikkinchi. Bu ikkinchi komplektatsiya, ya'ni Prestige pozitsiyasi aka. Ya'ni bundan ham fullroq varianti bor. Bundan ham fulli bormi? Bundan ham fulli bor, sal farq qiladigan funksiyadagi, unchalik ham. Demak, bu katta birinchi bo'lmagan. pozitsiya deyiladi-da, bo'lmasa. Yo'q, bu ikkinchi pozitsiyasi aka. Ikkinchi pozitsiyasi. Xuddi shunaqa. Yaxshi. Orqa holatlari mana do'stlar, orqasida ham charm kojniy sidinlar va barlari mavjud ekan. Mana bu qorasi nechinchi pozitsiya aka? Qorasi 3-pozitsiya aka. Shuni ko'rsatib o'taylik. Bemalol. 2 bilan 3 da nima farqi borligini aytib o'tsangiz. Xo'p. Nima, diskasida farq bormi yo salonda? Ko'rib turganingizdek bitta oldin olsangiz bo'ladi aka. Oldida bunda nimasi yo'q. Parktronik Parktronik datchiklari yo'q. Bundan farq qilsangiz bo'ladi. Full pozitsiyada Parktronik datchiklari bo'ladi. 3-pozitsiya Julion'imizda. Birinchi farqi bu o'zi. Yana ikkinchi farqini aytadigan bo'lsak, mana bu yerda head-up display, ya'ni lobovoy o'yinida ko'rsangiz bo'ladi. Head-up display, ya'ni yo'ldagi tezligingizda, yo'ldagi belgilarni 500 metrgacha bo'lgan belgilarni o'qib, telefoningiz Bluetoothga ulangan bo'lsa, telefon nomerigacha lobovoy o'yinani o'zida ko'rib ketasiz, yo'ldan chalg'imagan holatda. Gap yo'q. Mana 3-pozitsiyasida eng yoqqan menga tarafi head-up display bor ekan. Bunda ham 360 gradus kameralar mavjud. Va slipoy zonasi bor 3-pozitsiyada. Ikkinchi pozitsiyada slipoy zonasi bo'lmaydi aka. Bakolarda slipoy zona, orqadan mashina yaqinlashsa sizga ogohlantiradi. Mana sariq yonib chiroqlari yonib. Xo'p, obshivkalarimiz o'sha-o'shami aka? Obshivka o'sha aka. Bunda ham elektronli sidenalar, ikkinchi pozitsiyasida ham elektronlikda. Elektronli xuddi shunaqa aka. Boshqaruvi. Bunda do'stlar, menimcha bunda rul qiziydi va multimedialari o'sha. Multimediada ham o'sha rul qiziydi. Cruise kontrollari bo'ladi-a bularda? Cruise control, adaptивный cruise control. Bunda o'sha adaptивный cruise control ham qo'shiladi aka. O'zi boshqarib ketadi. Va o'zini-o'zi parkovka qiladigan funksiyasi qo'shiladi 3-pozitsiyada aka. Qop-qora salon ekan. O'zini-o'zi parkovka ham qilar ekan do'stlar. Demak, 3-pozitsiyasida yangiliklar juda ko'p ekan. Yangiliklar ko'p. O'zini-o'zi parkovka qiladi. Sama tarmojeniyalari ham bor-a? Sama tarmojeniyasi ham bo'ladi, xuddi shunaqa aka. Orqadan chiqayotganingizda, misol uchun, oldidan biron kim o'tib ketayotgan bo'lsa, 3-pozitsiya o'zini-o'zi to'xtatib beradi. 3-pozitsiyaning narxi qancha aka? 3-pozitsiyaning narxi u bilan farq bo'ladigan bo'lsa 20 million, ya'ni 329 million 900 ming so'm. 20 million farq qilar ekan. Birinchi pozitsiyasi qancha agar Julion biridan qiziqqani uchun? Olaman desa 279 million 900, ya'ni 280 million. Uchala komplektatsiya ham kuzov bo'yicha, ходовой sistema bo'yicha bir xil bo'ladi, motor jihatidan bir xil bo'ladi aka. Deyarli nimada katta farqi yo'q. Asosan salon qismlarida yoki balon qismida bo'lishi mumkin, lekin kuzovini kattalik jihatidan uchala pozitsiya ham bir xil bo'ladi akalar. Yaxshi. Endi Haval H9 da qisqacha obzorini qilib o'tsak, Haval H9 ko'rib turganlaringizdek juda bahaybat. Buni nechta pozitsiyasi bo'ladi aka? Bunda ikkita pozitsiya bo'ladi aka. Ko'rib turganingiz hozir premium komplektatsiyada eng oxirgi full pozitsiyasi. Eng premium ha? Eng premium aka, 569 million 900 ming so'm narxi. Va Prestige, ya'ni Elite pozitsiyasi bor, 534 million 900 ming so'm. Ikkalasini ham motori 2 lik turbina bilan jihozlangan. Полный привод, ya'ni orqani blokirovka qilib qo'shib o'chirsangiz ham bo'ladi. O'rtacha rasxodi 10-12 litrni tashkil qiladi. Ana. Chiroqlarini qaranglar, qanday go'zal ekan. Aka, mana shu Haval avtomobillarining qaysi bir modelini avtokreditgami, рассрочкагami olsak bo'ladi? Tak, avtokreditga hammasini chiqarib beramiz aka, muammosi yo'q. Qolgan Julion, M6 modellarimizni, Dargo modellarimizni рассрочкаga olib ketsalar bo'ladi. Рассрочка mavjud, ha? Рассрочка mavjud. Yaxshi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi nomerli aloqaga chiqib, рассрочкani batafsil ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Hozir aniqini ayta olmaymiz, chunki kurs har kun o'ynayapti, har xil bo'lib qolishi mumkin. Hozir dollarda aytib qo'ysak, noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Mana salon holati. Salonmisan, salon ekan-dan ekan. Mashalloh, juda chiroyli ekan, do'stlar, qaranglar. Behazil gap, lekin вообще ideal. Endi bu gavdasiga, bu puliga shunaqa salon qilmasa bo'lmaydi hamda. Orqa holatlarini qaranglar. Даже kriloni ichlari ham shumka qilingan mana do'stlar, material bilan jihozlangan. O'zimiz Cobalt Gentleman faraz qilsalaringiz, podkrilniklari plastmas bo'ladi. Mana o'zi qimmat mashinalarda shuma izolyatsiya qilingan bo'ladi.
stopniklarini qaranglar, qanday chiroyli ekan do'stlar. Orqa holati 500 milliondan yuqori ekan. Buni ham avtokreditga olsak bo'ladimi? Buni ham, конечно, aka, avtokreditga xarid qilib ketsangiz bo'ladi, muammosi yo'q. Oq rangi ham mavjud. Bu birinchi komplektatsiyasi, menimcha. Bu Dargo modeli. Bu Dargo modeli aka. Avval Dargo. Bu narxi qancha bo'lyapti aka? Narxi Prestige komplektatsiya, bular ham ikkita pozitsiyada bo'ladi, Prestige va Premium. Bu Prestige komplektatsiyadagi 399 million 900 ming so'm. Ya'ni 400 million. Prestige modeli ekan, komplektatsiyasi polni qop-qora qilingan, pataloy va gildi stoykalari ham. Redline variantdagi aka. Redline varianti. Paroglari ham bor ekan do'stlar. Zavodskiy parogi ham bor, 300 kilogacha ko'taradi aka. Dargoni boya aytib o'tganingizdek, muddatli to'lovga xarid qilsak bo'ladi. Da, muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Avtokreditga va leasing to'lov turi asosida, naqd to'lov turi asosida. Boshiga necha qismini berish kerak? 30%larni. 30% dan xarid qilib ketsa bo'ladi. 30% dan kamroq bo'ladigan bo'lsa ham 80 million bilan chiqarib ketsalar ham bo'ladi Dargo modelini. Yaxshi. Endi Haval M6 ni tanishtirib o'tsak, Haval M6 ham bor do'stlar. Mijozlarimiz. Xo'p, mana Haval M6. Ko'rib turganingizdek. G'anishar aka, bu pozitsiyasi qanaqa, narx-navosi qanaqa, xarakteristika, motor, garantiyalarini aytib o'tsangiz? Bo'ladi aka, gap yo'q. Birinchi navbatda faramiz svetodiod bo'ladi bunda ham aka. 1.5 turbina motor, o'rtacha rasxod bunda ham 8 litr. Dalin trassaga shu gavdasiga 6 litrgacha qisqaradi. Ko'plar so'raydi, nimaga deb. Endi chunki bu motor injiqmas motorda, ya'ni ancha ekonomичный hisoblanadi. Oldi McPherson ходовой sistema, ya'ni 4 ta ballonni ham отдельно ishlab beradi. Balka emas. Chap tomoningizga amalga tushganda ham o'ng tomonga bo'lindirmaydi. Bemalol mягкий o'tib ketsangiz bo'ladi aka. Garantiya beramiz mashinani kuzoviga, elektrojihoziga va motoriga 150 ming probeg yoki 5 yil. O'zimizda propan qo'ydirsangiz, aynan mana shu model uchun propanga ham 150 ming probeg yoki 5 yil garantiya beramiz. O'zlari servislarimiz ham mavjud va propan ham uстановка qilib berasizlar. Propan ham uстановка qilib beramiz. Ko'plarda qiynaydigan savol ko'p eshitganman. Juda ko'p mijozimiz aytishadi. Zapchast olgandan keyin zapchast tomonlama qanaqa bir muammo bo'lmaydimi, ertaga qiynalib qolmaymiz. Zapchastda mutlaqo muammosi yo'q. Servisimizga kelsangiz, servisda hamma zapchastlarimiz mavjud. Yaxshi. O'zimizda O'zbekistonimizda ishlab chiqarilyapti hozirgi kunda Haval brendi do'stlar, Haval avtomobillari ADM Aster Jizzaxda chiqadi. Shunaqami aka? Xuddi shunday aka. Jizzag'imizda sborka bo'lyapti hozirgi kunda. Keladi. Chetdan keladi, o'zimizda yig'iladi. O'zimizda yig'iladi. Endi narxi qancha aka? Narxi buniki full komplektatsiya, ya'ni premium pozitsiyasi 279 million 900. 279 ya'ni 280 millionlik mashinamizni 270 millionga sizlarga berib yuboramiz. Mana shu yaqin kunlar ichida 2 kun, uzog'i 3 kungacha davom etadi. 10 million so'm foydasiga xarid qilsalaringiz bo'ladi. Hozirgi kundagi mana 10 million so'm foydasiga Haval M6 ni xarid qilsak bo'lar ekan. Salon qismini ham bir tanishtirib o'tsak, mana M6 ni bu 3-pozitsiyasi. Bu eng oxirgi 3-pozitsiyasi aka. Naturalniy kojdan qoplangan rul. Lyuklari ham mavjud. Lyuklari ham mavjud. Yaxshi. Aka standart rejimlarda harakatlanadi. 5 yil garantiya yoki 150 ming kilometr garantiya berilar ekan. Haval avtomobillariga manzilda yana qisqacha aytib o'tsak, Samarqand shahar Yangiariq, yangi zapchast bozorda ochilgan Ademaster Haval sizlarni kutib qoladi do'stlar. Bemalol ulguringlar. 10 million so'm foydasiga xarid qilsanglar, uzog'i 3 kun mana shunaqa 10 million so'm foydasiga xarid qilish imkoniyati bor ekan. Sizlar bilan Sherzodbek o'z bo'ldik. Qolgan to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, call center raqamlar qo'yib qo'yamiz. Videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Videoga like bosib qo'yinglar. G'anishar akamizga omad bosib qo'yinglar. Misol uchun kelsalaringiz, o'zlari chiroyli qilib xizmatlaringizda bo'ladilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.